Ko'prigimiz 2024-yil 14-iyul sanasida qulab tushganda 2025-yil mart oyida qurib bitkazildi va aholiga foydalanishga topshirildi. Shu yo'lni davomi Beshtoldan o'tgan katta ko'chamiz judayam achinarli ahvolda. Ko'rishingiz mumkin. Shaharda xodimlardan so'rab qolardik, shu yo'llarimizdan ta'mirlanib aholiga foydalanishga topshirilganda uning ustiga alomir bo'lardi. Yo'limizni ta'mirlab berishinglarda butun xalq nomidan so'rab qolamiz. Yo'limiz juda achinarli holga tushib qolgan. Ayniqsa shu xavfli bo'linishga bo'lgan joylar juda yomon ahvolda. Shu videoni keng tarqalishida o'z hissangizni qo'shing, like tugmasini bosing va kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring.